Hammaga assalomu alaykum. Xullas, yangi do'stim bilan tanishtiraman. Yaponiyada yolg'izlik ko'paygani sababli hozirda mana shunaqa dronlar ishlab chiqilyapti. Ya'ni bu nima uchun kerak? Buni sababi shundaki, yolg'iz yashaydigan odamlar yoki bironta firma yoki bironta ishxonada stress ko'p yig'iladigan joylarda odam depressiyaga tushmasligi uchun mana shunaqa o'yinchoqlar yoki mana shunaqa dronlarni sotishyapti. Chunki odamlarga emotsiya bag'ishlaydi-da bu. Ya'ni bu yuzdagi chiroyliligi, yoqimto'ligi, ko'zdagi mehrni ko'rsatib odamni o'ziga jalb qiladi. Yaxshi o'yinchoq. Buning uchun asosiy ishi, buni qiladigan o'zi asosiy ishi faqat ishxonaga qo'yasiz, shu hech kimga zarar bermasa o'zi o'ynab yuradi. Har kimning oldiga borib, qarab o'tirib, o'ynab o'tiradi, gapirib. Bunga maxsus kiyimlar ham bor, ana yerda sotilyapti. Lekin hozirda bu juda qimmat, narxi taxminan 2-3 ming dollarlar atrofida. Juda ham chiroyli va yoqimtoy narsa. Agar iloji bo'lsa agar uy hayvondan ko'ra mana shu afzal deb bilaman, chunki nima deydi? Ham kamerasi bor, uyni muhofaza qiladigan, ham birga o'ynaydi. Ya'ni bolalar bilan. Lekin haqiqiy hayvonni o'rnida baribir bosa olmaydi. Chiroyli-ya. Mana bunisi menga yoqdi lekin.